So'nggi paytlarda internet orqali, ayniqsa onlayn savdo platformalarida fuqarolarni aldash holati keskin ko'paymoqda. Fuqarolar OLX, Telegram va boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali arzon narxda tovar taklif qilib, oldindan pul o'tkazishni so'raydi yoki qalbaki sahifalar orqali buyurtma qabul qiladi. Pul o'tkazib berganingizdan keyin esa aloqani uzishadi va buyurtma qilgan tovar umuman yetkazib berilmaydi. Noma'lum yoki ishonchsiz sahifalar orqali tovar xarid qilmang. Buyurtmangizga oldindan pul o'tkazishni talab qilgan shaxslarga ishonmang. Pasport, bank karta ma'lumotlari va SMS kodlarini hech kimga bermang. Shubhali havolalarga kirmang. Agar siz onlayn savdo orqali aldovga uchragan bo'lsangiz yoki shubhali holatni sezgan bo'lsangiz, darhol ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Sizning hushyorligingiz kiber jinoyatlarga qarshi eng kuchli himoyadir.